Hammaga salom do'stlar, yana bir bor. Bugun Ittebondaman. Ittebon uchun chiqishdi. Hozir emas. Anchadan beri men TikTokda bitta videoni ko'raman, ya'ni reklamdan chiqib qoldi. Koreyada halol burger ochilibdi. Shunda hozir yegan ketyapman. To'g'ri ovqatlangan yerlar ko'p, lekin nimagadir burger yem keldi bugun. So, let's go. Atrof Ittebon. Bu yerdan sizlar masjiddan boshqa atrofda va o'zbek restoranlari ham bor va magazinlar. Xullas hamma narsa topsanglar bo'ladi. Bu yerda Ittebonda asosan chet elliklar bo'ladi ko'proq. Va bu yerga kelsangiz xohlagan anaqani ko'rishingiz mumkin. Xalq ko'rishingiz mumkin. Shunaqa gaplar. Mana bu yerda o'zbek restorani, hind restorani va mana bu halal food market. Biz esa Huga ketamiz. Upper. Xullas, mana do'stlar. Yetib kelib oldik. Hozir havo ham bo'lmaganga tegyapti. Halol belgisi qat'iy. 메뉴를 선택해 주세요. Drive. Okay, kind express. 토핑 옵션을 선택해 주세요. ananas. Okay. 토핑 옵션을 선택해 주세요. Bundan bitta coke. Hozir men mana rasmda bekon ko'rib qoldim. Bu borib so'radim, mana qabul ko'rib qoldim desam, yo xavotir olmasdan yo'q deyapti. Anaqa deydi, bunaqa narsa yo'q dedi. 카드를 투입구 안에 넣어주세요. Qani просто yeb ko'ramiz bir martaga. 영수증을 출력하시겠습니까? Okay. Mana qaranglar. Zo'r chiroyli. Atmosfera zo'r chiqibdi. Menyular qaranglar, menyulari, pizzalar ham bor ekan. Hozir meni bitta narsa o'ylantirib qo'ydi. Aytganimdek rasmda men bekon ko'rsam yo xavotir olma, uni o'rniga meva qilib beramiz. Просто nima deydi? Rasmga mana avtomat ketayotganda shunaqa narsa ketib qolgan dedi. Xo'p dedim. Shunaqa gaplar. Xo'p do'stlar, menga mana burgerni berdi. Va buni va sous mana o'z ovozinglar bo'lar ekan. Mana yerda. Va bu yerda o'z-o'ziga xizmat va souslardan anaqalarni olib bu yerda deyarli hamma narsa bor ekan. KFC bilan bu yerda farqi KFC bilan McDonald'slar bilan. Bu yerda souslar ko'p. Hatto anaqa ham bor. Tishga oladigan. Zubachistka u ham bor ekan. Va agar xohlasangiz anaqa ichsangiz ham bo'lar ekan. Ular bor. Tuz, murch shunaqalar men boshqa yerda ko'rmadim, lekin faqat shu yerda ko'ryapman. Xo'p, kartoshkalari ancha yirik. KFC'larda anaqa bo'lgan. Arva bo'ladi. Ta'mi zo'r. You see the t-shirt, you like it. This is the second version of it. With angu and with like this. So you go for this Nima ko'rsatadi? for the angu. Ha.
Noch tush uyuşuyor hemen sor. Okay. Hemen. Eşit. Thumbs up. So you want to change your angular a bit. O'zbekimga anchadan beri kelaman deb yuruvdim lekin vaqt bo'lmadi. Bugun vaqt topib keldim. It's the original style. Uyimdan taxminiy 5 kilometr uzoqlikda. There was Yungaman. Wow. Burger va gatoshkani kattaligi men 10 dan 10 hamma narsasiga, lekin ancha qimmat. Chunki 18 mingga men bemalol ikkita pizza olsam bo'ladi yoki kamida 3-4 burger olsam ham bo'laveradi agar ozonroq burger oladigan bo'lsam. Pulga lekin arsiydi. Bas 10 dan 10 lekin men bu yerda kampasiz oyligingiz 5-6 million bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelib yesangiz bo'ladi. Kelib yeb kelsangiz bo'ladi. Lekin nima taqlik arziydi. Yeb ko'rishga. Hop, men undami menga yoqimlisi hayana. Sizlar bilan ko'rishamiz. Bye bye guys, see you next time. Bittasi narsa esimdan chiqib qolibdi. Hali bekon ko'rdim dedim-ku. Ashini so'radim yana tushuntirib qo'yayim. Ashinda aytdi, "Yo'q, xavotir olma. Uning ananas qo'shib beraman" dedi. Men prosta hazillashyaptimi ekan, prosta bekon noniga u narsa qo'shib beraman desam, yo'q, rostdan ananas qo'shib berdi. Lekin ta'mi qanaqadir g'alati, lekin men uchun yangi ta'm. Men yog'li narsa bilan mevani hech yeyishga o'rganmaganman. Ananas, sariq ananas. Lekin ta'mi zo'r bo'lar ekan.